Milliy yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari, mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga navbatdagi isitish tizimini qilgan etib kelganmiz. Xonadonimiz sistemasi samotok sistema bo'ldi. Suvda qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 8,5 million so'mlik o'zimiz ishlab chiqargan milliy kommunikatorimiz, tepadan yonadigan kommunikatorimizni uстановка qilganmiz. Xonadon egalari bitta oddiy naves qilib olinar ekan, xuddi shunga moslab tuplonni tashqarida turadigan kommunikatorimizni uстановка qilib berdik. Katyolimiz narxi 8,500,000 so'm, dimoxotimizdan 4 dona, 3 dona uстановка qilib berdik. Dimoxotimiz 1 donasining narxi 450,000 so'mdan bitta zond hisobga qo'shib berdik. Katyolimiz juda ham qulay ravishda tozalashga, hamma tomonlama qulay qilib ishlangan. Ko'rib turganingizdek, tepasidan 45 kg ko'mir olasiz, tepasidan yoqib qo'yasiz, solib turib, 45 kg ko'mir solib turib, tepasidan shunday yoqib qo'yiladi. Tepadan pastga qarab yonib tushaveradi. 10 soatdan 1 sutkacha katyolni yoniga ekanmiz. Katyolimiz o'zining pogrushniy termostati bor. Necha gradusga qo'ysangiz, o'sha gradusda o'tish yonadi. U gradusdan o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi, bir me'yorda ushlab turadi. Katyolimizda yonayotganligiga 2 metr yo'limiz bo'lib, keyin dimoxot quriladi. Bu yerdan shaxtalari bor, teplamenniy bor. Teplamenniy tozalash uchun juda ham qulay sharoit qilib ketilgan. Teplamenniy tozalagandan keyin bundan tushgan qurumlar xuddi shu eshikcha orqali olib tashlaveradi. Hamda 85 vatli original ventilyator, pogrushniy termostatlari bor. O'zini suvni to'kib yangilagan xuddi shunaqa slivniy joylari bor. Pastdagi eshik esa ko'mir kulini tozalash uchun shu ochasiz. Ichida yana bitta eshikchasi bor. Vadimniy plastik, tepa tomonda, tay tomonda cho'q-po'q, shlak-pilak oshcha misollarni olib tashlaysiz. Sistemani samotok qilib berdik hamda qo'shimcha bypass usullar qilib sxema yig'ib berganmiz. Ko'rib turganlaringizdek, svet o'chib qolganda mana shu kranizni shuni ochib qo'yiladi. Mana shu holatga kelib ochib qo'yasiz. Katyol tagini ochib qo'yasiz, ozgina bir me'yorda ishlaydi. Svet yonganda yana joyiga qaytarib qo'yib qo'yaverasiz. Xonadonga общий shunaqa panelli radiatorlarimizdan 8 dona uстановка qilib berganmiz. Mana sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvda qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Turbalarimiz eshilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Juda ham chiroyli, bir me'yorda bo'lib, klipsalarni me'yorda qilib urib uстановка qilib berdik. Yangi xonamiz ham yotoqxona ekan. 50 sm ga 1,20 panelli radiatorimizdan 2 dona uстановка qilib berganmiz. Remontlarni oshqa shikast yetkazib olmasdan, buzib olmasdan uy egalariga ish ochtirib turganimiz yo'q. Общий bu xonadonimizga 28,800,000 so'm sarf xarajat ketdi. Isitish tizimiga nimaga ketgan bo'lsa, hammasini o'zimiz tomonidan olib kelib, ortgan narsalarni yana qaytarib olib ketdik. Sizlarda ham xonadonlar shunaqa proyektga tushgan bo'lsa, bitta o'zlaringiz hisoblaringizni chiqaraverasizlar. Mana shu proyektga tushgan xonadonga 8 dona panelli radiator uстановка qildik. Spanellarga katta-katta ekan, 2 donadan, teraskalarga bittadan. Hammomlar ham bor ekan, ichki hammomlar xuddi shunaqa hammasiga qo'yib, общий 8 dona panelli radiator uстановка qilindi. Xonadon egalarining o'zini taklifiga binoan mashinalarga qo'yib berasizlar dedi. Kvadratini o'lchab biz santeni brigada kvadratini chiqarib, kvadratga mos ravishda radiatorlarni uстановка qilib berdik. Sizlarda ham xonadonlaringizda shunaqa sifatli santeni va ko'mirli katyollar zarlasa, ekranda raqamlarga aloqaga chiqsang, juda ham chiroyli qilib borib, proyekt qilib, ishlarini chiroyli qilib bitirib beramiz. Isitish tizimi sohasida, ko'mirli katyol sohasida любой ishlarini bitirishga harakat qilamiz. Videoga like bosib, albatta shu videoni shunaqa ko'mirli katyol va santeni ishlarini o'qtalgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.